Vaqtning shiddatini qarangki, fasllar almashib, yangi yil ostonasida turibmiz va bir necha kunlardan keyin barchamiz cheksiz orzu, umidlar, quvonchlar bilan 2026-yilni qarshi olamiz. Yurtimizning barcha hududlarida bo'layotgani kabi Buxoroda ham yangi yil bayram shukuhi kezmoqda. Ayni damda biz Buxoro shahridagi Favorilar maydonida o'rnatilgan viloyatning bosh archasi qarshisida turibmiz hamda yurtdoshlarimizning kayfiyati bilan qiziqamiz. Mana bugun yurtimizda bayram shukuhi bo'lyapti. Bolalarimiz juda ham xursand, shahrimiz bayramona bezatilgan. Biz shahar aholisi bunday imkoniyatlardan juda ham xursandmiz. Biz Buxoro shahriga turnirga keldik. Respublika turniri bo'yicha bunyodkor bo'lib, Buxoro juda zo'r shahar, juda zo'r chiroyli joylari bor ekan. Bizga juda yoqyapti. Chiroyli joylar va atmosferasi zo'r. Bir qarashda mo'jizalar maydonchasiga aylangan manzil nafaqat buxoroliklar, balki unda mehmon bo'lib turgan mehmonlarga ham birdek quvonch ulashmoqda. Atmosphere is very good. Ha, barchasi juda ajoyib, xuddi ertaklardagidek. Ko'zni qamashtiruvchi chiroqlar bilan bezalgan shahar tarixiy qismi bilan hamohang tarzda yanada boshqacha ko'rinish kasb etgan. Ayniqsa mana bunday muhtasham archa atrofida o'zbek yoshlari bilan katta xursandchilik qilyapmiz. Qorbobo, qorqizlar, turli tomoshalar esa haqiqiy bayram atmosferasini bermoqda. Yangi yil arafasida barcha joyda bayram kayfiyati hukmron va bayram arafasida barcha xiyobonlar, maydonlar, shahar ko'chalari, mahallalar qo'yingki, hamma joy ertaknamo ko'rinishga ega bo'ladi. Rang-barang tovlanuvchi chiroqlar jilosi esa kishini yana ham zavqlantiradi. Ayniqsa bu holat jajji bolajonlar uchun unutilmas lahzalarni tuhfa etadi. Животные на елке, блестящий наряд, окна золотые, как звезды горят. Zarra zarra to'kiladi qor, xafamasmiz bobo yildan ham. Quvontirdi u bizni qancha, konfetlarni ko'rishdik va ham va qo'shiqlar o'rgandik ancha. Yangi yil muborak bo'lsin. Buxoro shahrining o'nga yaqin nuqtalari, aholi gavjum manzillar, gastronomik ko'chalar hamda ko'hna kentning yuragi hisoblangan eski shaharning Registon maydonida ham mana shunday bayramona archalar yasatilgan bo'lib, turli bayram dasturlari, konsertlar xalqqa taqdim etilmoqda hamda bayram shukuhi viloyatning barcha tuman shaharlari bo'ylab davom ettirilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.